Bugun sizlarga 5 yillik foizsiz rassrochkada o'zini pulini baqirtirib bo'lib to'lashga Cherry avtomobillari qancha so'm bilan chiqadi va oylik to'lovlari qancha chiqadi. Bu haqida batafsil ma'lumotni berib boraman. Videoga bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Bugun Hamro'bek bilan birgalikda sizlarga Cherry avtomobillarini foizsiz rassrochkada qancha bilan chiqadi, misol qo'shimcha jihozlari qanaqa tartibda bo'ladi, nimalar bonus bo'ladi, to'g'rimi? Hammasi haqida batafsil ma'lumotlarni beramiz. Birinchida aytib o'taman, videoning boshida eng kam boshlang'ich to'lov foizsiz rassrochkada qancha bilan chiqadi? 30% bilan 3 yilga chiqarib bersak bo'ladimi? To'xta, 30% bu juda ko'p. 80 million, 90 million bo'lib ketib qoladi. Keling, anchani ozgina pasaytiramiz. Hech qayerda yo'q bu taklif. Nima deysiz? 25% qilib bersam bo'ladimi? Siz uchun bo'ladi. Bo'ldi. Okalar, mana 25% to'lov qilasizlar. Misol uchun komfortiga hisobini beraylik. Kalkulyator olingni, telefoningizni berib turing. Mana qarab turinglar. Sizlarga yolg'onlarsiz hamma ma'lumotini tashab beramiz. Xo'p, kalkulyatorimiz qatdaydi? Okey, qara. Komfortini nech pul arizoni? 254 million 900. 254 million 900 moshani tan narxi, ko'paytirasiz 25%ni. 63 million 725 ming so'm. Boshlang'ich to'lovingiz bo'ladi 63 million 725 ming so'm. 254 oylik to'lovlari esa 254 900 moshani tan narxi minus 64 million boshlang'ich to'lovingiz bo'ladi. Shunda 190 million 900 ming so'm pulli bo'lasizlar 36 oyga. 5 million 300 ming so'mdan bu foizsiz rassrochkada 3 yilga bo'ladi. Bu agar xohlasangiz 40% to'lovini qiladigan bo'lsangiz nech pul bo'ladi? 40%? Misol uchun plus minus hisoblaganda Plus minus 70 million atrofida bo'ladi. 70-74 million atrofida to'lov qiladigan bo'lsangiz 5 yilga oylik to'lovingiz avashanda 2 million 800 2 million 900 atrofida 2 chiqadi. million 350 ming so'mdan chiqadi. Okalar, bunaqa imkoniyat hech kim bermadi. I plus Arizona komfort pozitsiyasini olganiga propanni bonus qilib berasiz. Bonus qilib beramiz. Okalar, ulgurib qolish kerak lekin. Hop, birinchi boshladigan moshinamiz Tiggo 9. Yangi chiqqandan boshlab eng qiziq joyi, eng asal joylarini oxirga olib qo'yganmiz. Bu bu Tiggo 9 gibrid. Tiggo 9 gibrid modeli. Bu gibrid. Buni benzinli varianti ham bor. Benzinli varianti ham bor. Moshinaning narxi necha pul? 590 million gibridi, 530 million benzinli variant. Bu videoni 2 minutlik joyda boyakalar uchun bo'ladi. 590 million so'm moshinaning narxi necha pul to'lov? Eng full gibridini qancha to'lov bilan olib ketishadi? 25% boshlang'ich to'lov bilan olib ketadi. 25%. Aytib o'tganimda kalkulyatorda hisoblasangiz ham chiqadi 25%. Necha pul shunda necha oyga bo'ladi rassrochkasi? 25% boshlang'ich to'lov bilan 36 oyga, 30% boshlang'ich to'lov bilan 48 oyga, 50% boshlang'ich to'lov bilan 5 yilga, ya'ni 60 oyga. Yo'q, bularga ham 5 yillik rassrochka bor. Albatta bor. Okalar, ulgurib qolinglar, lekin bu oy oxirigacha xolos, bu. Shu oy oxirigacha. Shu oy oxirigacha ulgurgan odam maza qilib foizsiz rassrochkada oladi. Bu tarafda Tiggo 8 Pro Max eng fulli benzinli varianti bu. Benzinli varianti, 2 litrli turbinali motor, полный приводдagi avtomobil. Bunga ham propan bonusmi? Albatta. Hazillashmayapsiz, lekin bunga yaqin 2000 dollarlik propan ketadi. Shu 2000 dollarlik propani shunchaki mutlaqo tekinga bonusga. Bundan tashqari necha pul chegirmasi bor mashinaga? 60 million chegirmasi bor. 60 million chegirma, 480 million so'mlik mashinani siz 420 million so'mga olib ketasiz. 60 million chegirmada. Yoki bo'lmasa foizsiz rassrochka bunga ham bor. 30-40% to'lov bilan buni ham shu 5 yilga atrofida chiqarsa bo'ladi. Albatta, bularga variant qilamiz. Bu o'sha 7 kishilik eng fulli bo'ladi. Benzinli varianti eng fulli hisoblanadi. Bu tarafda Tiggo 7 Pro mashinamiz bo'ladi. Bu premium pozitsiyasi. Premium pozitsiyasi. Okalar, yolg'on gap yo'q bizda. 344 million 900 ming so'mlik mashina bo'ladi. Buni ham 30% ni to'laydigan bo'lsangiz, yo'q, 25% dedik, 25% ni to'lasangiz 3 yilga o'zining narxida bo'ladi. Narxi 344 million 900 ming so'm bo'ladi. Agar siz tan narxidan 40% to'lov qiladigan bo'lsangiz, 5 yillik foizsiz rassrochkada chiqadi. Shunda mana boshqa joylarda 70%, 60% to'lov bilan rassrochka deyishadi, lekin bizda unaqa emas, yolg'on gap emas. Yo'q, yolg'on gap yo'q. 25% boshlang'ich to'lov bilan 1 yildan 5 yilgacha imtiyozli shartlar asosida chiqarib beriladi. Imtiyozli shartlar asosida yana ma'lumot berib o'tib ketamiz. Agar endi bu nima deydi? Kredit desa ham bo'ladi. Endi imtiyozli deganda endi bar foizi oz-ku bizda kreditlar. Rahmatulloh aka, imtiyozli shartlar asosida deyotganim nimaga? Bu klientlarimizni o'zini imtiyozi uchun bu nima degani? Pasportini tekshiramiz.
Biz bilan xabaringiz bor, 24 ta bank bilan ishlaymiz. Aha. Qaysi bankdan Imtiyoz? imtiyozda chiqadi. Aha, aha. Ayrim banklarimiz bor. 25% bilan 24 oyga rassrochkaga beradi xolos. Ha, ha. Qaysidir banklar bor, 25% boshlang'ich to'lov bilan 48 oyga beradi. Tushunarli. Shuni tekshirib turib, imtiyozli shartlar asosida deb aytyapmiz. Tushunarli. Agar misol uchun ba'zi insonlar bor, kamroq boshlang'ich to'lovi, endi rassrochkada ko'ryapsiz 5 million, 6 million oylik to'lov chiqyapti-da. 25% to'lov bilan 5 yilga olishadigan bo'lsa, pastroq chiqadi, to'g'rimi? Oylik to'lovlari. Pastroq chiqadi. Agar siz 86 million boshlang'ich to'lov qilsangiz, propani yoniga parogi, tonirovkalari, ichiga ko'rik, antiradar, Teraponi tonirovkasi. okalar, mana oldini broni plonga ham qilib beramiz. 86 million boshlang'ich to'lov qilasiz. Oldi broni plonka, mayli aka, videoga bitta laykchani qizartirib ketgan bo'lsangiz, bitta video registratorini ham Havronmay o'zlari chotki variantlarda qilib chiqazib beradilar. Xullas, avtosalon tanlashda ham adashmaslik kerak. Hamma avtosalon rasmiy. Men nima dedi, yomonlamoqchi emasman, lekin Cherry Namangan baribir bir qadam oldinda deydi-yu. Bu fakt, statistika bo'yicha ham O'zbekistonda eng ko'p mashina sotadigan Cherry avtomobillar faqat bizmiz. Shuning uchun obuna qo'ying. Prosta yangiliklarni eng kurto'larni meni profilimdan topasiz. Hop, uydan chiqqanda 8 xotinim bilmasin deydigan mashinada, to'g'rimi? Albatta. Chunki gibrid ovozi chiqmaydi. 60 tezlikgacha jim ketadi. Okalar, bu parallelni gibrid bo'ladi. Yurganda uzun zaryadladi 60 tezlikdan yuqorisiga chiqqanda 1467 kilometr masofani bosib o'tadi, to'g'rimi? 0 dan 100 gacha necha sekund bo'ladi? 6-3 sekund. 6-3 sekund 0 dan 100 gacha. Polni bakda aytib o'tganda, polni bak benzin hamda elektrda bitta elektr motorli bo'ladi. Bular 1400 kilometr yo'l bosib o'tadi. Bu mashinaga qiziqmagan odam bo'lmasa kerak, Kia K5 eng fulli bilan solishtirishaveradi, bemalol. Eng fulli ham hozir 530-540 million. Malibu bilan ham bemalol solishtirishaveradi. Mabodo sravnit qilishadigan bo'lsa, kelishsin tezroq qilamiz. Muammo yo'q. O'sha o'zlarining fikrlarini bildirib ketaveradilar videoda. Agar negativlar bo'ladigan bo'lsa-da, Malibu mana endi hammasi o'zining yo'lida, nima deydi? Kurtoy ular ham, misol uchun o'zining yo'lida. Malibu deganingiz. Kechagina bitta klientim keldi-da. Malibu XL yangi salondan olib chiqqanlar. Bitta test drive qilib ko'rdik. Uka, mana kalitni ol, menga shuni ber deyaptilar. Endi ochiq fakt. Bekorga aytmayman-da, komfort yorib tashagan. Salonni bitta ko'rsat bu mashinani salonni. Oka, bu mashina o'tirganingizdan keyin yurmaysiz, suzasiz, oqib yurasiz bu mashina o'tirganingizdan keyin. Salonlari ham hamma komfort bor, klimat kontrol, даже o'zini заводской освежителlargacha bor, sideniya pametlar, o'rindiqlar isitadi, sovutadi, panorama tom. Skoroslari ham joystick bo'ladi, barda холодильник, splashno ketgan monitor, 360 kamera, avto to'xtash, adaptiv cruise control, xullas yorib tashagan ichiga funksiya tiqishi bu mashinaga, okay? Akustikalari ham Sony bo'ladi. Polni salon 80% dan oshiq ekoko'ja bilan jihozlangan. Yana bitta narsaga e'tiboringizni qaratishga olaman mana. Akustikalari Sony bo'ladi, okay? Bu anaqa oddiy akustika emas, Sony bo'ladi. Juda ham keng, salonlarning ichini ham ko'rdingiz, o'zingiz ko'zingiz bilan va buni uzib qo'yishdi buni. Okalar, ichida pulti yo'q. Pultni bilasiz-ku, ichida bo'lmasa hech narsa. Ichida pult bo'lmasa hech narsa funksiya ishlamadi mashina. O'shaning uchun mabodo qiziqqanlar bo'lsa, okay, juda ham uzun mashina. Diskalari ham takoy kurto chiqqan. Qiziqqanlar bo'lsa, kelib bemalol test qilib ko'raverasizlar mashinamizni. Men nima deydi? Men yaxshi narsani maqtab chiqaman, yomon narsani emas. Shuning uchun like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Bu tarafda Tiggo 8 Pro Max modelimiz. Bunisi ham Pro Max. Qora svetdagisi. Qora svetdagisi. Boyagi 8 Pro Maximiz 60 million chegirmaga tushgan bo'lsa, bunimizga 100 million chegirma shu oy oxirigacha mustaqillik aksiyasiga qo'ydik. Shunda 7 Pro Maxlar narxi deb ketib qoladi-ku. Albattaki 380 millionga mana shu mashinani 380 aynan bitta. Aynan faqat mashinasi. Faqat mashinasiga. Qiziqqanlar bo'lsa, bosib o'ringni. 8 Pro Max 7 kishilik 2 litrli turbo 245 ot kuchi bo'ladi. Bemalol kelib 100 million 20 million olib ketaverasizlar. Propan bormi bungami? Propani bor, 5 yillik garantiyasi bor. Keyin eng qizig'i propan qo'yganingizdan keyin kafolatdan chiqib qolmaydi, Yo'q, 100% kafolatda bo'ladi. Garantiya asoslarida beriladi klientlarimiz. Ko'p joydan mashina olsangiz, kafolatdan chiqib ketadi propanni qo'ysangiz, lekin bizda unaqa narsa bo'lmaydi. Kafolatda 100% saqlanib qolinadi. Bu tarafda 7 Pro sevgan Ranko deydi-yu, ana joyda. Albatta. Muzika qo'yib yuborardi-ku, lekin avtorskiy to'g'ri kelmadi-da YouTube'ga. Okalar, bu nardagi rangi 7 Pro'ni premium pozitsiyasi, bu ham albatta eng premium pozitsiyasi. Eng premium pozitsiyasi. Bunga ham
tartib bilan aytib o'tdim. Mana dugalargacha 86 million bilan dugalargacha, dugasini boya qo'shmadi, okey. Dugalargacha mana shu bolani o'ziga kelib uchraysizlar, chunki videoga chiqqan bu qaysi tartibda chiqarishni o'zi biladi. Boshlang'ich to'lov 86 million so'm ichida jamiki bor narsasini qilib beradi mana shu bola. Muammo yo'q. 6 Pro intelligent pozitsiyasi bo'ladi bu. Salonlarni ham bitta ko'rsatasiz. Bunda 1.5 turbina, 147 ta ot kuchi bo'ladi. Bularda 4 ta porshili. Bosoradigan joy, o'rindiqlar isitadi, sovutadi, komfort va shu yorvoration bu mashinada. Ochishga aytganda. Endi men o'zim ham shundan haydayman, mana 2 yildan beri yolg'on emas, servisga kirgan bo'lsam, korobka moyini almashtirgani kirdim, motor moyini almashtirgani kirdim. Keyin nima deydi? Balonni qisib ushlab turadigan nima derdi? Kalotka. Kalotkasini almashtirgani kirdim. Okalar, nima deydi? Men biluvchi inson sifatida gapiryapman. Men maqtab emas, boshqa emas. Mana 2 yildan beri servisga faqat shu bo'yicha kirdim xolos. Agar buzilib qoladi yo boshqa Xitoy mashinasi zapchast qayerdan topaman degan okalar uchun, okey, bu Xitoy mashinasi emas, bu Xitoy brendi. Mashina o'zimizniki, o'zbek mashina. Jizzaxda chiqgan mashina-ku, to'g'rimi? Buni ko'pchilik bilmaydi, lekin ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu Jizzaxdan chiqgan mashinalar, Cherry'lar. Okalar bosib o'rish kerak, cho'chimaslik kerak, chunki zapchastlarda umuman muammo yo'q. Hammasi o'zimiz servisimizda bor, hech narsadan muammo yo'q. Bemalol olsangiz bo'ladi bu mashinani. Manzilimiz haqida bitta ma'lumot berib o'taman. Namangan shaharda joylashganmiz. Do'stlik bozor, Promzona yo'li va shuni chiqqaningizda So'lim choyxonasini yo'liga chiqqaningizda Qizil zapravkani ro'parasida joylashganmiz. Okalar, keling avtosalonimizga hamma mashinalarni test drive qilib, bepul test drive, hech qanaqa narsa shart emas. Bitta pravangizni o'zini olib kelsangiz bo'ldi. Bepul test drive qilib sinab ko'rsangiz bo'ladi. Hadovoylarni tekshirib ko'ring, akustikalarni ko'ring, nima deydi, monitorlar ishlashini sinab ko'ring. Bizda hammasi ochiqchasiga shaffof bo'ladi. Sotuvchi menejer ukalarimiz mana shu yerda sizlarga xizmatda. Shanba, yakshanba kuni ham dam olsangiz, bemalol kelib mashinalarni test drive qilib ko'rsangiz bo'ladi. Ma'lumotlarni ham to'liq tashab berasizlar o'ka o'zlariga. Ochiqchasiga ko'rsatamiz. Muammo yo'q. O'shaning uchun okalar kelish maslahat bergan beraman, bo'laman. Kelingni bepul test drive'ga yozilinglar. Yangi chiqqan modellarimiz bor, gibridlarimiz bor. 7 kishilik mashinani ham gibrid varianti bor. Ularni ham kelib bemalol sinab ko'rsana bo'ladi. Gibrid bo'lganda bizda oddiy gibrid emas, parallelniy gibrid. O'sha toket qilmasdan ham yuraverasiz dedi-yu. Xuddi ana kvartirada yashaydiganlar ham olsa bo'laveradi, to'g'ri? Ikki xonali kvartira sifatida foydalansa ham bo'ladi. Xuddi shunaqa. Keling avtosalonga eng qulay bo'lgan shartlarda chiqazib beraman. Menga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqarmang, chunki menga obuna bo'lib, ani qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, bundan keyingi chiqaradigan videoim albatta sizga birinchilardan bo'lib ko'rinadi. Hammani avtosalonimizda kutib qolamiz. Hamroh men o'ziga bitta like bosib qo'ysizlar, chunki bu gapirib qiynalib ketmadi, men qiynalib ketdim.